Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qabrimizda mana buqa yuragi deymiz, mol yuragi deymiz, juda ham kattalashib ketgan yurak deymiz. Yurak juda ham kattalashib ketgan. Har nima kamerasi chap qorincha ham, chap bo'lmacha ham, o'ng bo'lmacha ham, o'ng qorincha ham juda ham kattalashib ketgan. Bu qachon bo'ladi bunaqa desiz? Har xil sabablar ko'p. Oddiy shamollash grippdan keyin ham bo'lib qolishi mumkin ekan bo'ladi. Sababsizlari ham bor, tug'malar ham bor, qanday toksik narsalar bor. Paroglar, har xil kasalliklarda bo'lishi mumkin. Yurak shundan o'zini ishib ketib qoladi. Afsuski bu kardiogrammalarda ko'rinmaydi. Bemorlar yurak bezda qilsa kardiogramma qilib yurishaveradi. Bu narsalar faqat EKGga shu yurak uzishida yoki MRT yurakda MRT qilganda ko'rinadi. Gadoliniy bilan. Bular ham mana xuddi shunaqa yurishavergan, bilishmagan, o'zi yurak kattalashi, ritmlar buzilib, shu darajada bo'lganda kech bo'lganda deymiz, kelishgan. Bu kameralar kattalash hisobiga nisbiy klapanlarda yetishmovchilik olib kelgan. Ko'ryapsiz, klapan qo'yib yuboryapti. Har bitta kamera razmerini o'lchasangiz mana 58 chiqyapti. Bu 40 gacha bo'ladi norma. 18 mm. Bu 1 mm kattalik ham o'ynamaydi. Bu juda ham o'tkir dimlab bu narsa qansiratib, yotganda havo yetmasdan shunaqa yurishaveradi. Bular. Xo'p, chap qorinchani o'lchaganimiz 66 chiqyapti, bu 56 gacha bo'ladi. O'ng qorinchani o'lchaganimizda mana 34 chiqyapti, bu o'zi 30 gacha bo'ladi. Bosim ham juda o'ng tomonlarda kengayib ketgan. Bular hammasi nimaga olib keladi? Yurakda dimlab turib, o'sha o'pkaga dimlaydi, oyoqlar ishib ketadi, hansirashadi, bular yuraklari o'ynaydi. Bu holatda mana ko'rib turibsizlar, ritm buzilgan. Chap bo'lmachani qarang, shar bo'lib qolgan. Xudo oqibatda bilan zamonaviy dorilarga ketgan. Hozir bular o'sha ba'zi davolarimiz bor, o'shalar bilan yurib turiladi. Bo'lmasa keyin xirurgik davo yo'llari bor. Nima qilib bir davolanib yurishadi, lekin asosiy davo bu qo'rqitish emas. 100% davolash, faqat yurakni ko'chirib o'tkazish. Butun jahon rekomendatsiyalarida shunaqa. Shu darajada og'ir bemorlarimiz ham bo'lib turadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.